Assalomu alaykum. Suvarchigus kanalimizning hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Mana bugun biz sizlarga haftaning chorshanba kuni 25-mart sanasida ko'rishib turibmiz, hurmatli obunachilar. Ko'pchilik manzilimizni so'rashdi. O'tgan videolarda manzil aytib o'tish hayoldan ko'tarilib qoldi. Manzilga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'i. Xalq tilida Kaminterin, Temirchilar mahallasi. Mana bu drabilkamiz, mana birinchida turgan. Bu drabilkamizni sovringa qo'ydik. Kimni kommentariyasi ko'p like yig'sa, telefon nomerini yozib ketsa, shu insonga nasib qiladi, xudo xolasa. Buni yutib olishdi shartlari Svarchigus kanalimizga yuklangan 22-mart sanasida yuklangan videoga like bosib, kommentariya yozib, telefon nomerini yozgan insonga mana shu drabilkamizni shunda tekinga sovg'a qilib yuboramiz. Endi buni bitta sharti shetga ishxonamizga kelib olib ketishlari kerak. Kimni kommentariyasi ko'p like yig'sa, o'sha insonga mana bu drabilkamizni beramiz. Mana bu qo'yilgan video. Mana bu yosh bolaning rasmi. Xo'p. Mana shu videomizga kommentariya yoziladi. Hozirda mana bu akamiz oldinda ketyapti. Husanboy Jo'rayev ekan. 37 ta like bo'libdi shu insonni nimasi, kommentariyasi. Balkim sizlar yozsalar, sizlarda ham o'tib ketishi mumkin. Xudo xolasa, chamasi 1 oylarda qo'yiladi. 20-aprel sanasida qo'yiladi. Kim yutsa shu drabilkani o'z egasiga topshirib video qilib joylaymiz kanalimizga. Qani bo'lmasa obzorni boshladik. Drabilkamizga keladigan bo'lsak, 5 xil setkasi bor. Qo'ybob mayin, qo'ybob yirikroq chiqarib beradi. Ko'pchilik mana shunda chiqaryapti, qo'yga ham. Silosga aralashtirib berishyapti akalarimiz. Somon, bedapirslarda, yer yong'oq, moshpalak shunga o'xshash o'tlarni chiqarib beryapti mana bunda qo'ylarga. Mana bu molbob setkasi. Mana bu donni setkasi. Shakar holatiga keltirib beradi donni. Ko'pchilik un deydi. Mana bu yorma setkasi. Mana drabilkalarimiz tashqi ko'rinishi. Mana bu yerda ko'mir garelkalarimiz bor. Bularning narxi 800 ming so'mdan motor regulatorlari bilan birgalikda. Mana bu drabilkamizni tashqi ko'rinishi. Bu donni qopqog'i, don chiqarganda qo'yiladigan qopqog'i. Buni ko'pchilik so'rashibdi. Don chiqarganda xalaqit qilmaydimi deb. Yo'q, bu xalaqit qilmaydi, xudo xolasa mana bemalol tushib chiqaveradi. Buni bitta kurchoy bilan ochiladi, osongina mana setka tushadigan joylari. Mana mahaviyga keladigan bo'lsak, Jigulini zavodskoy mahavigidan ishlangan, metali qattiq metal, channashlari, yorilishlari bo'lmaydi, xudo xolasa yaxshi ish beradi. Uni ishlatganlardan ham bilsalar bo'ladi. Kommentariyaga o'zlari izohlarini qoldirib ketishgan, drabilka sotib olgan insonlar. Jiguli Mahavik og'irligi 10,5 kg, salkam 11 kg ga yaqin vesi. Mana boltlarga alohida e'tibor beradigan bo'lsak, bu boltlari svarka tekkizilmagan, katta boltdan qatirilgan. Mana molotkoylari, pichoqlari 22 talik. Mana bulari metalga keladigan bo'lsa, qalin turba 7 mm, 8 mm, pashti 1 cm gacha qalinligi. Mana shunga e'tibor berasizlar. Mana shu holatda bo'ladi. Keyin buni motoriga keladigan bo'lsak, motorlari mana datchiklari bor, o'zida ko'rsatadigan, to'kni ko'rsatib turadigan datchiga tepasida knopkalari bor. Samazashtasi motorni tiqilib qolsa yo nojo'ya ta'sir qiladigan bo'lsa motorga mana shundan uzib qo'yadi. Motor o'zini o'zi himoyalaydi. Mana 4 kilovatlik motorimiz, 3000 оборот. Avtomatlari. Buni qo'yilishlari ham juda oson.
mana betiga kiradi. Mana shu holatda qo'yiladi. Mana bu taraf mana krючокка aylanadi, bo'ldi. Osongina ishlatiladi. Mana shu holatda qo'yiladi mana. Kim buni ishlashini ko'rmoqchi bo'lsa, imkon topsam shu videoni davomiga qo'yib yuboraman. Videoni o't chiqarilgan videolarini yo bo'lmasa shundan oldingi qo'yilgan videolarga qarasalar o'shanga o't chiqarishlarini, ishlashlarini, don chiqarganlarini hammasini qo'yib borilgan. Xudo xolasa optim ishlab chiqaradigan joydamiz mana. Mana bu drabilkalar tayyor bo'lib turgan joylari. Birinchi qo'limiz, o'zimiz yasaymiz. Mana drabilkalarimiz xudo xolasa cheklanmagan miqdorda hammaga yetarli bor. Keyin yana asosiy e'tibor berib o'tib ketadigan joyi, oddiy svarkada bo'lmaydi, kemping svarkada qilinadi buni choklari. Mana bunday kemping svarkada, oddiy elektrodniy svarkada qilinmaydi, baquvvat qilib ishlangan choklari ham. Mana akamiz bochkani tayyorlayapti. Qalay yetishayapti akaxon? Zo'rmi? Mana shu kengaytirilgan, kattartirilgan bochkamiz. Ko'pchilik mana buni so'rashibdi, nimaga qo'yilgan deb. Bu chang ko'tarmasinga, o't maydalarini ko'tarmasinga qo'yiladi. Mana turbalariga alohida e'tibor berasizlar, juda baquvvat ishlangan. Xudo xolasa bu yoltirmaydi apparatlarimiz. Tayyor bo'lish jarayonlari ana bular. E'tiborlaring uchun rahmat. Videoni oxirigacha ko'rgan akalardan Alloh rozi bo'lsin. Chorvalaringga baraka, umrlaringga. Xudo xolasa xalq xizmatidan charchamagan holatda sizlarga imkon qadar kelishtirib drabilkalarni qo'yib boramiz. Buni narxlariga keladigan bo'lsak, eng asosiy narsasi xayoldan ko'tarilib qolibdi. Narxlariga keladigan bo'lsak, 2 million 600 ming so'm alyuminat modka, 2 million 800 ming so'm misat modka. Bu narxni ichida Vodiy Toshkent bo'ylab yetkazib berishlar xizmatlarimiz bor. Vodiy bo'ylab bo'ladigan bo'lsa, uylaringga olib borib, ishlatib, ko'rsatib berib kelinadi. Toshkent bo'ylab mashinadan chiqaramiz, videoda ko'rsatib beriladi. Qanday ishlatilishlari, qanday qo'yilishlari. Boshqa viloyatlarga bo'lsa yana kelishamiz narxlarini. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar. Chorvaga baraka.